Metod isitquning kuchi. Qani hozirlangaysizlar. Özleri, Hazreti İşan damalı pırım bulamdılar. Hoş. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekat. Kasa, hoş. Ben sizini... Ha? Ben sizini... Amin. Kadam yetti balav yetmesin, hacetmeller yenimden her göz ketmesin. Amin. Hoş. Özlerini muşata kıçıptı. Muş nurgunu hacetlerinin aşırı rava kıptı. Hoş. Usta dağhanken dep anlap. Dağhan emez. Duahan. Usta duahanken dep anlap. Yalvarıp keken. Sizning man yo'li qallari, sizning baxt talaylari. Mana men 10 yil burun quyunda qilib jin ap qochganda hech nima bilmaydim. 10 yildan keyin jinlar meni arishdan farishga o'chib qo'yganda mana bugungidek bir kamil bo'lib yetishdim. Uning ustiga meni ap qochgan jinlar pokiz, yaxshi jinlar ekan. Shu jinlarimning shafovati bilan har qaysilarining og'ishni ravo qilyapman. Uning ustiga men davolayolmaydigan og'riq kasal yoki isitqi so'yitqi yo'q. Mana men hozir qiziq ketmanga dastlab Absun o'qib yanaqni medirlatib, 3 tal ko'zini suvning tepida tik to'g'izib o'qib, nurg'un kasallikni davo qildim. Xo'sh. Mening bu azroq hajdim batı, shu yaldiroq kelgan. Xo'sh. Sizlar o'ylik o'chaqliq bo'lganmi? Yo'q, shu men o'yguchalik bo'lay deb. Yaxshi. Xatun edish o'yingiz bormi? Xatun? Ba. Lekin o meşe yaş ko'rgan qizning muhabbati bor. Sho'ng'ashqa hazratim. Ash qizlarni bir qartib bersizlar. Oqimdan ketamas qilib qo'ysizlar. Nech pul kesmayli hazratim. Bu asan pulning gapini men o'zim yolg'iz bekitmayman. Nech pul ketishda men jinlarim bilan maslahatlashib unidagi bir narsa, ya. Qasım keldi. Bana sen git asimi sen kele. Sen kele. Hadi gene. Qancha? Ma'qul. Bo'ldi. Bo'ldi, ketaman, qaytib ketaman. Ketaman. Jinlarim dedi. Endi bu asanki. Endi eliqi ko'mir qancha jiq bo'lsa, mashina shuncha tez isitqili bo'ladi. Pul qancha ko'p bo'lsa, qizni shuncha tez isitqili bo'ladi deydi. U dedi, qizil ranglik odam surati tushirilgan puldan 5 varoq. Odam surati tushirilgan yeshil ranglik puldan 10 varoq deydi. Bo'ladi. Hazratim, hozirchi azroq berib turib, qolgan ishning unimiga qarab bersa bo'ladi. Bo'ladi, xotirjam bo'ling, men bolan qo'y o'qiyman. Ishning unimi ko'rgandan men qog'ini qaytarib etmasangiz, qasd o'zingizga yenib qoladi. Ma'qul, hazratim. Mana. Qog'ini keyin ish bitganda beraman. Hammasi jon. Lekin javob qolsam, qasd o'zingizga yenib qoladi. Yo'q, qo'ydilar qo'y. Mayli, davasi. Siz xotirjam bo'ling, bu pulni men o'zim ishlatmayman. Hargiz o'zim qajlamayman. Buni men mazoyu mashoyixlarga, eliqi yetim yesirlarga men shunaqa sadaqa qilib o'taman. Siz xotirjam bo'ling, men o'qishni boshlaymiz, Ma'qul. Nalari qo'yam. Shinfinchini chiqaram. Kimlik? Uni nima qilsiz hazratim? Astag'firullah. Men kimligingizga qarab o'qimasam, o'qigan oytim bir harf yoki bir son xato bo'lib qolsa, boshqalar ketib qoladi. Men Shinfinjin kimligingizga qarab o'qisam, o'qigan oyat dal joyiga tegadi deyman. Mana. Yaxshi.
bir kamlar qasam so'ngga ko'rib oldim. Qatqim kella. Bunday jirgalla. Bir kamlar qasami. Xo'sh, nima ish qiladinglar? Sizniki o'tni yili qizmalik etyapman. Bu qizaloq bo'lmasa bu yerda. Siz jim o'tiring. O qizaloq bo'lmagan bilan mening jinlarim nima ish qiladi o'tni to'shimay. Uni bekayib yatamda. Siz xotirjam bo'ling. Meni o'qinimda hargiz shak yo'q. Men sizga dey. Hozir o qizbalni men o'qib istaman. Yiliq muhabbetini o'qib so'ytaman. Teriqi o'qib o'tirsangiz sovuqchilik chachimiz. Qulib o'qib yiliq muhabbetini band qilib o'tamiz. Menga to'y qilmas qilib o'tamiz. Qo'nchoq o'qib yurkiga shig'ni sanjiymiz. Tushundingizmi? Jim o'tiring. Bir kamallar qasami. Bu yigitga ilgaysan, og'amchidan chigilgaysan. Yana yigitni yatlashgaysan, bu yigitga chaplashgaysan. Bu yigitga mazlashgaysan, yana yigitni yatlashgaysan. Yana qarat qilganda, yana jibni so'g'andek, bitim mantilla qilni so'g'andek. Chura. Qarat qilganda, dumma Oy. Geldi. Hazretim kim geldi? Hele kızlar jini geldi. Kimi? Bu jigitning jini geldi. Ishkijin yaqin geldi. Ishkijin erjini bilan qizjin qo'l tutishdi. Quchoqlashdi. Yaqin keldi. Erkakning shishini og'zini tangladi. Adaqama. Ey, naahli. Adaqama. Vay can. Hazretim siz sakmı ya? Hoş. Vay. İşimiz gitsemiz bir cin kirib olibdi, ajab qilindi meni. Men hozir nima dedim? Ha? Siz bu yerdan erkakchining chishin yaqin keldi dedingiz. Xudo shukr, unda bo'lsa ishqinglarning ish bitibdi. Jisming hozir jininglar bir yak kelib qolibdi. Endi jisminglar bir yak kelsa bo'ldi. Ish tamom, assalom. Cismimiz? Hazretim bu cismimiz kaçan büyüye girer? Bu asan. Ben sizge bir tuma püt beraman. Şu tumanı hele kızın beşin şunda hali öğretseniz iş bitti. Tumanı? Ben de hazır bir tayyor bir tumar var. Şunu ben sizge özgertmeyeyim kıpıra ya. Şu universal tumar mı? Şifrecan çıkarım. Şifrecan? Yana... Bana. Mane ma fuyin kılıp etmesek bulmaz. Yüzümüzde olsun bağlar. Soy. Kimdeyse kitabın asıl için yok hazır haramcın. Mana aniq fuyim bo'pti, mana sizning o'zingizning universal olib keting. Bu hech nima yo'q bunda. Siz bu ko'zingiz bilan ko'rolmaysiz. Men buni qog'ozga o'ttirsin fuyin qilib etdim. Rahmat. Siz xotirjam bo'ling. Endi buni qanda men dedim-ku siz xotirjam bo'ling. Men baloxo'y o'qiyman. Bu tuman shunday o'rsinizda bo'ldi, ish bitdi. Ben sizge muşun naq maydonda sınav qilib beraman. Agar sınav muvaffaqiyatli bo'lsa, siz men qog'ini topshirib o'tasiz. Sınav muvaffaqiyatli bo'lmay qolib qolsa, u chaqda men sizga eliqini aslab qaytarib beraman, xotirjam bo'ling. Bu Hazretim, bu yerda sinaymiz buni? Siz uqmaydi ekansiz. Mening odatda bu yotqindan odam uzilmaydi. Bugun endi men shin chiqagan. Endi siz kelib qolib ekansiz, jabar ishlab o'qib qo'ydim. Agar ta'limingiz bo'lsa, cho'qim bir kirishi mumkin. Yotqingizga adamlik berayapman. Akirdi.
Biz hem saqlab o'tirib turib kirdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Hazrati ishon dambolli pirimni izlab keldim. Xo'sh, men shu. Keldi. Shunaymiz. Qanday biz qiynam? Qanish kerak. Nima bo'ldi qiynam? Erim taloq qaraydigan bo'lib qoldi. Ha, işte nima? Erim taloq qaraydigan bo'lib qoldi. Eringiz sala qaraydigan bo'lib qolgan bo'lsa, eringiz sala qaraydigan derazni qarqaga chaptirib bitdim bo'lgan. Ha. Shu erimning bir taloq qaramaydigan, mendan boshqa odam qaramaydigan qilib bersin. Xotirjam bo'ling, ma'zur shunday qilma. Stop. Suyimligim. Men sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman. Shunda ko'rgan tarotimni oxir topdim jinim. To'xtab turing. Qochmang. To'xtab ishondim. Jinim. Men jinimiz emas, havo jinimiz. Jinimiz havo. Nimaga qochsiz? Sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman. To'xtab Voy turing. ishondim, hazratim tuganim bo'ldi. Mening tarotim. Mana hazratim, tugadim yo'q. Tuganim. Mening shirinim. Tarotimdan. To'xtab turing. To'xtab turing. Men sizni Tüccar! Ne benim kulağım tutaldım? Yerim bitmeme bastı. Yo. Hazratim hakikaten evliya geldi cuma. Bana mı bir ettin? Çünkü de mamdası yaptı. Nasıl yaptı? Ben dedim ki siz hatırcam bulun. Ben kılgan işten herkes çatak çıkmaydı der. Endi muş kız ne? Vay. Muş tumandan beyaş köy kızı beşte örsenle beni yaş görüp kalıdı. Siz o kız balın emas, xalıgan bir adamdan beşte şundan örüp koysanız sizi yaxşı görüp kalıdı. Hatta benim beşimden örüp koysanız ben sizi yaxşı görüp kalım. Bunun şekli yok. Sizden beşinizde? Çak çakımın hazırdı. Muş tuman siz beşimde örüp koysam yaş görüp kalsa. Ben de işenmeydim. Ya bunu kışındayım. Muş tumanı sizden beşinizden muşundakla örsem beni yaş görüp kalıpsınız. Canım! Canım! Ben sizi ağzına taktım. Ben kudik şemez. Yapma ekşemez. Ben kudik şemez adımda. Ben sizi ağzına taktım. Ben mi kıp koydum? Ay hazırdım. Ne oldu? Bizim tuş görgende kaldım ha ben. Ne oldu? Yak. İşte mi? Ne oldu? Ma tumanı. Şu munu tertimle pısıtken sizde. Şimdi sen cinde kodurup durma ben talaşıp gireyim. Talatım iş kılla. Neymiş kılıtım? Yetti yoldun çava tepip, sizden ma tumarınız hem de kayıt istersem bombaydı. Sırık salamaz. Her kandak şu işine kadızlar yataktan ayrılmam bulan da ben çıkıp girmem. Cinde kodurup durma. Maka. Ma kerametli gürenler. Yo. Ma adam hakikaten evliyken ha. Muşundalık. İş bitti. İş bitti. Ala şerrini. Endi vağı. Aş bizden meldeki minervan kızların hemmisinin beşiden uğurlukçu birden örü varsa. Bu kasafetli. Beni yaşlıdan işten aldığı ret tızlık kesti. Bu yay beni bir nisi olsun hep kuya salap buludu hep kesti. Şunu öyle. Emin alıdı. Almayın. Kayt. Almayın kayt. Maykala öğretti. Ya. Ne onda üçümü köğünlemez men. En yakısı
Aşım ben yaş ko'rgan qizdan 5'te o'riyjim ha. O emde. Uyey canım. O dadımızı dana meni elana deb kelsin. Nima deydi? Xo'sh, yaxshimiz bormiz qayta. Hazreti İnşan damullu pirim degen sen mi? Ne bo'ldi? Ne bo'ldi deysen ku? Opamның kesilini o'qib, davolab saqaytib qo'yman deb, ketmengi desse, yanaqlarni midiriltib, bichara opamның sadliqdan foydalanib obdan davolabsa, ha? Voy, men shunday qilmanmi? Sening hiylangni kim bilmaydi? Ha? Sening hiylangni kim bilmaydi? Ha? Yanaqning shu qo'ng'izni silib o'tqa tashlasang midirilmamda? Ha? Sen putunun astığı bir nesini çapını bilip kızık ketmengi desen. Senin putun köymegen bile sen kızık putundu desigen kalknan bedin köymemde. Kuydu? İçeri apamın kesimde eğırlaştırıp kısa. Elime yakşıman bombay kaptım ha. Boğan bu sen bırakın yerini tepsi. Ya taşırıp. Ben sana depti ya aldamçı. Men emas. Voy men emas. Men emas. Voy men emas. U emas. Siz kim? Bu hayatımın yaş ko'rgan qizlar. Hey, eptingizga qarab gap qiling ha. Kim sizni yaxshi ko'rib qapti? Hayatım. Men o gapning hammasini o'sha odamning digini bo'yicha qilgan. Nima? Asli siz uning sheriki ekansiz-da? Voy yo'q, u meni aldabdi. Sizni qanday aldabdi? Mening bir naqsh cholpini bo'lish orzuim botdi. Lekin naqsh etsam ovozim qaydi. Shu ovozimni qaymaydigan qilib beramki deb yiniga kelsam, siz qiz bola ekansiz. Sizni kino rejissyori, kino artist qilib qo'yay. Siz qiz bola ekansiz, dojra qilib beray, yuqi qilib beray. Lekin siz turib men yo'talganda kirib mush yotoqqa mening sizga o'g'itman hozir shularning hammasini deysiz deb, sizga deganlarimning hammasini o'rgatdi. Voy, u meni kelishimni qanday bildi ekan? Men bugun bu gapni qilgan sizchu qarang 7-odam. 7-odam? Vay ahmaklar. Vay ahmaklar. Obdan bo'pti. Obdan bo'pti. Ashuna gapiga ishonganiki obdan bo'pti. Uning qilayotgani jaholat davridan qolgan xato aqida. Bu ish dindimi, pandimi cheklangan emasmi? Ahmaklar. Vay ahmaklar. O'zinglar az. Hozir pastga kutkuchidan so'rasam, yotoqning pulini yotoqda qolgan yirik odam berdi deb yotoqni qaytib kutib qopti. Men biram ekanman? Ha? Ben qarab turmayli. Derhal berib u aldamchini tutayli. Ya'ni boshqalarning sodligidan foydalanib, boshqalarni aldab yursa, bo'ldi. Haras, voy esit. Cho'lpon bo'pti menda endi. Cho'lpon bo'lmaydi deb, adi bir deb cho'lpon bo'ling-a. Voy cho'lpon. Rahmat. Voy rahmat. Voy rahmat. Voy, ko'ramadim. Rahmat. Voy rahmat. Rahmat, Xudoyim umringni uzun qila. To'xtang. Birdan turgan bo'lsin. Abdukarim aka. Bir nayt izil so'g'atimiz chiqib qoldi. Mush sizning ajin shayotinlaringizdan to'xtamay aloqalashishga Urumsharlik Azhar Yonfon kompyuter remont qilish maktabidagilar sizlarga Yonfon hamda sizga bir dona qo'l kompyuterdan buni so'g'at qilib akapti. Kartimi bir nakasi yo'q edi. Bak Qana me'morlar. Qana qabul qilmaysiz. Rahmat, bu telefon var. Maş, benim ornamda mışo, hem saptaşlarım gibi tahtı beslemişler kapılmayı. Senin. Rahmat. Ama qarım begimga chaqirib telefon qilib, lekin duo qilib turibmiz ikimizda, ha? Duoning telefoni. Ya bunga bemsek olamdı ka, set qayda dağıtış qo'ygan. Rahmat, ketdim deb rahmat. Yurak so'zi bor ketdik. Yurak so'zi bor ekan. Abdukarim aka, uzun yillardan beri Nurqulga aytotlarni qalamda yozib qo'llaringizga qabrib ketgan. Bundan keyin kompyuter ishlating. Ham bu sahnada ishlatgan filmning signalim toz yaxshi emas. Bu telefonlarning signal haqiqatan yaxshi. Azhar kasbiy texnika maktabi sizlarni mangu qo'llaydi. Rahmat sizga. Gongomi bu?